Bir kun kelib bu oddiy kunlarni juda ham sog'inamiz. Bugun anchadan beri xohlagan kunim, ya'ni yakshanba. Bu yakshanba har yakshanbamizdan farqli o'laroq juda ham chiroyli o'tdi. Chunki bugun Erjonimni dam olish kunlari. Biz bu kunni uzoq kutdik va shu fursatdan foydalanib oilaviy sayrga chiqdik. O'g'lim har doimgidek suv bo'yidagi tutuvlarini oziqlantirdi, ularni kayfiyatlarini ko'tarib keldi. Bugungi havo ham har kungiga nisbatan yaxshiroq bo'ldi. Mazza qilib oilaviy birgalikda vaqt o'tkazdik. Bugungi kunimiz kimlargadir oddiy kundek ko'rinar, lekin men uchun juda ham qadrli kun bo'ldi. Baxt aslida pul yoki boylikda emas, baxt bolalarimizni shirin kulgularida va yaqinlarimizni sog'-salomatligidadir. Bugungi kunimizni bitta videoga saqlab qo'ygim keldi. Bu lahzalarni hali juda ham ko'p sog'inamiz. Videoda bugungi so'zini necha marta ishlatganimni kommentariyada yozib keting. Sahifamga obuna bo'lib qo'ying, ko'nglim ko'tariladi.